Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika poytaxti Washingtonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshilik nomida o'tkazilgan bir yurish faoliyatlar 9 dekabr kuni boshlandi. Uyg'ur akademiyasi, Uyg'ur harakati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va yana boshqa 18 tashkilot hamkorlashib 2025-yili 9 dekabr kuni Amerika poytaxti Washingtonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshilik nomli bir qator faoliyatni boshlagan. Bu bir haftalik faoliyat ichida 2021-yili Londonda ochilgan Uyg'ur sotining Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib borgan qirg'inchilik siyosatini irqiy qirg'inchilik deb hukm qilganlik munosabati bilan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni, 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni va 12 dekabr 1985-yili Urumchida yuz bergan o'quvchilar namoyishining xotir kuni munosabati bilan muhokama yig'inlari, madaniyat ko'rgazmasi va namoyishlarni o'z ichiga olgan bir yurish faoliyatlari o'rinlashtirilgan. Bu munosabat bilan Amerikaning poytaxti Washingtonga jam bo'lgan 18 tashkilot va organning vakillari 9 dekabr kuni Amerika davlatlik axborot sarayida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Mazkur yig'inning ochilish so'zini Soyibxon tashkilot Uyg'ur akademiyasining raisi, tibbiy dori tadqiqot olimi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi doktor Rishad Abbos apandi qilgan. U ochilish so'zida munolarni o'ttirib qo'ygan. 2021-yili 9 dekabr kuni Londonda ochilgan mustaqil Uyg'ur sud mahkamasi Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqini nishon qilgan qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat va qiynash qilmishlarini sodir qilganligini qaror qildi va buni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi deb hukm chiqardi. Bu qaror dunyo miqyosida hukumatlar va siyosat belgilovchilar uchun muhim foydalanish manbasi bo'lib qoldi. Amerika 2020-yildagi Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va 2021-yildagi Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni orqali kuchli rahbarlikni namoyon qildi. Bu qonunlar dunyoviy o'lchamlarni belgiladi, lekin eng kuchli qonunlarmi izchil ijro qilishni talab qiladi. Ochiq haqiqat shuki, Uyg'ur qirg'inchiligi to'xtamadi. Xitoy hukumatining keng ko'lamli tutqun qilishi, majburiy emgak, oilalarni ayirib etish, diniy bostirish va Uyg'ur kimligini yo'qotish qilmishlari bugungacha davomlashyapti. Biz bugun Amerika parlamentini Uyg'ur qirg'inchiligi javobgarlik va jazo qonuni va Uyg'ur siyosat qonunini ilgari surishga hurmat bilan chaqiramiz. Shundaqla dunyo miqyosidagi hukumatlarni majburiy emgakka qarshi qonunlarni yo'l qo'yishga va muhojiratdagi Uyg'urlarni Xitoy Kommunistik partiyasining davlat xalqigan bostirishidan qo'g'dashga chaqiramiz. Mazkur yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa munolarni o'ttirib qo'ygan. Buningdan dal 4 yil ilgari bizning bir qismimiz Londondagi sud mahkamasida Uyg'ur sud mahkamasining qarorini kutib turgan edik. Jamiyatimiz uchun bu qo'rqinch, andisha va umidga to'lgan bir payt edi. Sud mahkamasining raisi Jeffrey Nice tariximizga ta'sir ko'rsatadigan Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga elib borgani insoniyat qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik deganni e'lon qildi. U yerda biz boshdan kechirgan hissiyot qarorning o'zidilla xotirjamlik emas edi. Hech qanday narsa qirg'inchilikni yaxshi qila olmaydi. Bu xotirjamlik taxmi cho'nqur bir narsadan kelgan. Bizning necha yillik zo'ravonliklarni xotirlash, guvohlik to'plash va adolat talab qilishimiz oxiri jimjitlikni buzib tashladi. Bizning kollektiv jarohatlarimiz e'tirof qilindi. 2020-yili 6-oyda Dunyo Uyg'ur qurultiyining shu vaqtdagi raisi bo'lish sifatim bilan men rasmiy holda sobiq Yugoslaviya xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidagi Milishevich delosidagi sobiq bosh taftish Jeffrey Nice rahbarligida mustaqil xalq sud mahkamasi qurishni talab qildim. Biz bu qadamni bosdik, chunki odatdagi yo'llar xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va xalqaro adolat sud mahkamasi bizga ishkini ochmagan edi. Bizga adolatning boshqa yo'li kerak edi. Bu yo'l qurbonlarning ovozini markaz qilib, ishonchli natijalarni qo'lga keltiradi. Ayni vaqtda iqtisodiy imkoniyatimiz cheklik edi. Shunga fidoyilar, haqsiz mulozimat mutaxassislari va jamiyat a'zolarining saxovatiga tayinatdik. Ba'zi guvohchilar oxirgi paytda guvohlikdan voz kechdi. Buning sababi ularning jasoratining yo'qligidan emas, balki vatanda qolgan urug' tuqqanlardan qo'rqqanligidan bo'ldi.
guvohlik bergan bir qancha kishi Xitoyda oila a'zolarining darhol qo'rqitishi va besimga uchrashiga duch keldi. Xitoy hukumati sud mahkamasiga Dunyo Uyg'ur qurultiyiga va ayrim tadqiqotchilarga qarshi qarshi faoliyatlarini boshlab, bu jarayonning har bir qadamiga ovorchilik qilishga urindi. Shundaqdimi bu to'solg'ularga qaramay, balkim ular sababidan sud mahkamasi butunlik, oshkora va qat'iylik bilan olg'a ilgirladi va uning ta'siri cho'nqur bo'ldi. Biz hukmning ko'chirmalarini biz aloqalashgan har bir hukumatga, har bir parlamentga, har bir tashkilotlarga yetkazdik. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi 10 davlat va bir hukumat hozir Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. 1 yildan keyin BDT kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasi o'zining tarixiy bahosini e'lon qilib, bu xil qilmishlarning xalqaro jinoyat bo'libmi insoniyat qarshi jinoyat bo'lishi mumkinligini jazmlashtirdi. Sud mahkamasining xizmati bu jarayonga ishonch va ilgirlash qo'shdi. Biz bu e'tirofning simvol xarakterlik emas, balki xalqimiz uchun haqiqiy javobgarlik, qo'g'dash va adolatning asosi bo'lishiga kafolatlik qilish to'g'risidagi va'damizni qayta ta'kidlaymiz. Mazkur yig'inda yana Qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, Qurultayning oliy maslahatchisi Umar Qanat, Qurultay yoshlar komitetining mudiri Rizvanay Ilham, Amerika Uyg'ur jamiyatining raisi Misran qatorliqlarmo so'z qilgan bo'lib, Roshan Abbas xonim so'zida munolarni o'ttirib qo'ygan. Bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish kunida biz haqiqat, adolat va harakatni xotirlash uchun yig'ildik. 9 dekabr bizga Londondagi mustaqil sud mahkamasi tarafidan tasdiqlangan, ko'p hukumatlar tarafidan e'tirof qilingan va hayot qolganlar, mutaxassislar va hatto Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan xotirlangan qirg'inchilikning hargiz to'xtab qolmaganligini eskartdi. Bu qirg'inchilik Xitoy Kommunistik partiyasining rejimsizlik ostida davomlashyapti. Londonda ochilgan sud har qanday hukumatdan mustaqil holda harakat qilib, dunyoni buningga javob qaytarishga chaqirdi. Ammo 4 yildan keyinmi haqiqiy ahvol yanada o'zgarmadi. Millionlagan Uyg'ur tutqun qilindi, qamoqqa ilindi, qo'li ish qilindi. Oilalar parchalanib, bolalar kimligini yo'qotib, assimilyatsiyaga uchradi. Ayollar majburiy tug'mas qilinib, erlar qul sifatida lagerlarga va zavodlarga majburiy yo'tkab ketildi. Bu tarix emas, balki u hozir yuz beryapti. Bu jinoyatlar davomlashgan bo'lsa-mu, Xitoy sahnalashtirilgan sinlar va o'zgartirilgan hikoyalar bilan qirg'inchilikni yo'qqa chiqarish uchun to'xtamay ishlayapti. Ularning strategiyasi oddiy: inkor qilish, diqqatni chechish, aldamchilik qilish. Xitoy Kommunistik partiyasining ta'siri davlat halqigan bostirish orqali chegarasidan halqib, so'rgindikilarni qo'rqitish, oilalarga tahdid silish va organlarga ta'sir ko'rsatib, Uyg'urlarning ovozini bostirish bilan bir vaqtda dunyoviy taratqularning diqqatini tortish kuchayapti. Shundaqla bu Beijingning jazoning sirtida qilishini osonlashtiryapti. Xitoyning nazorat qilish shirkatlari, ta'minlash zanjiri, universitetlar va taratqular orqali yo'lga qo'yildi. Diktatorlik hozir texnika, mablag' silish va uchur kontrol qilish orqali chegara halqib tarqaldi. Uyg'urlarning vatani Sharq Turkiston bu 21-asrdagi qirg'inchilik modelining sinoq nuqtasi bo'ldi. 4 yil ilgari Uyg'ur sud mahkamasining qirg'inchilik e'loni ogohlantirish edi. Bugun bo'lsa ijro qilinish. Shunga biz mas'uliyatimizni qayta ta'kidlaymiz. Javobgarlikni talab qilamiz va dunyoning haqiqatga yuzlanishini talab qilamiz. Uyg'ur qirg'inchiligi davomlashyapti. Bu kurash faqat Uyg'urlar uchun emas, balki u demokratiya, insoniy izzat hurmat va hamma yerda erkinlikning davomlashishi uchundir. Uyg'ur qirg'inchiligi va kishilik huquq fojiasi erkin dunyoning kelgusi uchun ogohlantirish. Rizvanay Ilhom xonim mazkur yig'inda qilgan so'zida munolarni o'ttirib qo'ygan. Bugun bu yerda Shveysariya Uyg'ur jamiyatining vakili bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari va do'stlari bilan mo'riga tirab turganligimdan minnatdorman. Biz Uyg'ur sud mahkamasining qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarini qaror qilganligining 4 yilligini xotirlayotgan mezgilda, buning faqat qonun hukm emas, balki xalqaro jamiyatga qartilgan aniq axloq chaqiriq ekanligini eslatmoqchi. Bu yerda masala yolg'izla hukumatlar bu qirg'inchilikni e'tirof qilish bo'lmasdan, balki mas'uliyatni ustiga olish kerak. Ziyonkashlikka uchrayotganlarni qo'g'dash, jinoyatchilarni javobgarlikka tortish va har xil sherikchilikni to'xtatish kerak. Shunga biz hukumatlar va organlarni og'zaki andish ifodalashdan halqib, xalqimizning realligini haqiqiy o'zgartiradigan konkret harakatlarni qilishga chaqiramiz.
Dünya Uyghur Qurultayı 9 dekabr Uyghur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilish kuni va Uyghur sud mahkamasining oxirgi qarorining 4 yilligini xotirlab maxsus bayonot e'lon qilgan. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin bayonotda mundaq deydi. Dünya Uyghur Qurultayı 9 dekabr Uyghur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilish kuni va Uyghur sud mahkamasining oxirgi qarorining 4 yilligini xotirlaydi. Shundaqla davomlashayotgan Uyghur irqi qirg'inchiligining barliq qurbonlarini eslaydi. Uyghur sud mahkamasi 2020 yili 6 ayda Dünya Uyghur Qurultayining sobiq raisi Dolqin Aysoning Xitoyning Uyghur, Qozoq va Sharq Turkistondagi boshqa turkiy xalqlarga qarshi qilingan rayimsiz jinoyatlarni tekshirish talabi bilan qurilgan. Bu mustaqil organ qonun mutaxassislari, olimlar va fuqarolik jamiyati vakillaridan tarkib topgan va dongliq Sodiya Jeffrey Nice'ning riyosatchiligida qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar to'g'risidagi ayblashlarni tekshirgan. Bu munosabat bilan har yili 9 dekabr bizga qirg'inchilikning abstrakt tarixiy ufqum emasligini, balki Uyg'ur xalqining davomli duch kelayotgan kundalik realligini eskartadi. Sud mahkamasi dunyoning sal qaraya olmaydigan va inkor qilg'ili bo'lmaydigan dalillarni ko'rsatdi. Tarix bizga bir jamiyatga qarshi davomlashishga yo'l qo'yilgan qirg'inchilikning boshqalarga tehdit soldiganligini isbotladi. Uyg'ur qirg'inchiligini hal qilish faqat Uyg'urlarni qo'g'dash bilan cheklanib qolmasdan, balki dunyoviy bexatarlik va xalqaro tartibni qo'g'dash bilan munosabatlik. Ayni vaqtda sud mahkamasi 2021 yili 9 dekabr kuni sentabr va noyabrda o'tkazilgan isbot anglash yig'inlaridan keyin hukm chiqargan va 500 dan ortiq guvohchining bayonnomasi, bir sobiq Xitoy saqchisining guvohligini o'z ichiga olgan 30 dan ortiq bevosita guvohchining guvohligi anglab chiqildi va 40 mutaxassis guvohchining guvohligini anglab tekshirib, Xitoyning Uyg'ur xalqiga qarshi qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni sodir qilayotganligi to'g'risida yakunga kelgan edi. Shuningdan buyon kam deganda 11 davlat va parlament bu vahshiyliklarni rasmiy e'tirof qildi. Shundaqdimi faqat simvol xarakterlik e'tirof qilishla yetarli emas. Xitoy xalqaro kishilik huquq organlariga ta'sirini kengaytayotganda, jumladan BDTning eng chong xomchut to'kpisiga aylanganda, shundaqla xalqaroliq bostirishi hatto demokratik davlatlarga yetganda, hukumatlar Uyg'ur irqi qirg'inchiligining jinoyatchilarga qarshi turishning faqat adolat uchun emas, balki dunyoviy muqimlik va davlat bexatarlik uchun muhim ekanligini tushunish kerak. Sud mahkamasining hukmidan 4 yil o'tgandan keyin Xitoy qirg'inchiligini oqlash uchun tirishchiligini davomlashtirmoqda. Atalmish qayta tarbiyalash lagerlarining taqilib qolganligi to'g'risidagi da'volarga qaramay, dalillar shuni ko'rsatib berdiki, ommaviy qamoq boshqa yo'llar orqali davomlashyotdi. Nurg'un sobiq tutqunlar uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilinib, rasmiy turmalarga, tutib turish markazlariga yoki majburiy emgak o'rinlariga yo'tkildi. Yana ba'zilari qattiq umrlik nazorat ostida qo'yib berildi. Uyg'ur xalqi davomli qiynash, jinsiy zo'ravonlik, bosqinchilik, ochliq, majburiy emgak, majburiy tug'utning oldini olish siyosatlari, oilani ayirish va keng ko'lamlik ommaviy nazoratga duch kelmoqda. Sharq Turkistonning har qaysi joylarida diniy va madaniyat o'rinlari sistemli holda vayron qilindi. Olimlar, ommaviy tashkilotlar va ittifoqdoshlarning necha yillik fidokorlik bilan ishlashiga qaramay, yer yuzidagi reallik o'zgarmadi. Biz 9 dekabr Uyg'ur irqi qirg'inchiligining e'tirof qilinish xotir kuni va 10 dekabr Dunyo xalqaro kishilik huquq kunini xotirlaymiz. Bu kun bizga insonning izzat hurmatini qo'g'dash, asosiy erkinliklarni qo'g'dash va kishilik huquq hurmat qilishga asoslangan tinchlikni saqlash qatorliq o'rtaq mas'uliyatimizni eskartadi. Bu xotir kunlarda Dunyo kishilik huquq birlashmasi, hukumatlar va siyosat belgilovchilarni Xitoy bilan bo'lgan barliq diplomatik aloqalarda Uyg'ur irqi qirg'inchiligini oldingi o'ringa qo'yishga va tövandagi harakatlarni qilishga chaqiriq qilamiz. 1. Barliq lagerlar va tutib turish o'rinlarini darhol taqashni va barliq tutqunlarni qo'yib berishni talab qilish. 2. Uyg'ur ayollarining majburiy to'y qilishiga xotim berish va Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlariga qartilgan ommaviy tug'utning oldini olish tadbirlarini to'xtatish. 3. Majburiy emgak bilan ta'minlash usullarini, jumladan majburiy emgak o'tkazishni to'xtatish va Uyg'urlarni ishlatish bilan munosabatli barliq importlarni cheklash. 4. Masjidlarni vayron qilishni va bolalarning yotoqli maktablarga avatishni to'xtatish, madaniyatni vayron qilish va assimilyatsiya siyosatlarini to'xtatish. 5. Davlat halqagan bostirishga qarshi turish uchun javobgarlik mexanizmi va qurollarni kuchaytirish, Uyg'ur faoliyatchilari va surgunliklarning bexatarligini kafolatlantirish, dunyo miqyosida Uyg'ur musofirlari va panoh tilguchilarning bexatarligini kafolatlantirish.
Dunyoning har qaysi joylarida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi xotir kuni munosabati bilan Xitoyga qarshi namoyishlar va har xil faoliyatlar o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqirig'i bilan dunyoning har qaysi joylarida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishni xotirlash va tajovuzchi Xitoyning hozirmi ham davomlashayotgan qirg'inchilik, assimilyatsiya siyosatlariga norozilik bildirish uchun Xitoyga qarshi namoyishlar va har xil faoliyatlar o'tkazildi. Germaniyada poytaxt Berlin va Myunxen shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkillanishi bilan 9 dekabr kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining e'tirof qilinganligining 4 yilligi xotirlanib, Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazilgan. Berlinda o'tkazilgan namoyish haqida Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon apandim stansimizning ziyoratini qabul qilib, munolarni dedi. Bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchilik xotir kuni. Bu munosabat bilan biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlindagi o'quvchilar tashkiloti bilan hamkorlashib, Xitoy elchixonasining oldida cho'ng ko'lamli namoyish olib bordik. Bu namoyishimizga havodagi sovuq va yomg'irlik bo'lishi qaramay, Berlindagi har qaysi universitetda o'qiyotgan Uyg'ur masalasini qo'llaydigan o'quvchilardan boshqa yana Germaniyalik, Tibetlik va Hong Konglik qarindosh tashkilotlarining vakillari bo'lib 80 ga yaqin kishi qatnashdi. Namoyish jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatan men Germaniya, Tibet va Hong Kong tashkilotlarining vakillari, falastinlik faoliyatchilar va shundaqla Uyg'urlarning yaqin do'sti Run Shtinbek apandim qatorliqlar so'z qildik. Uyg'ur sud mahkamasininki qandoq tashkillanganligi, sud jarayonining qandoq elib borilganligi va bu sudninki Uyg'ur irqiy qirg'inchilik hukmi va bu hukmning dunyodagi boshqa davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishda o'ynagan zo'r turtkilik roli eslab o'tildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ilib borgan Xitoy hukumatiga la'natlar o'qildi va shundaqla shuarlar to'landi. Biz bu jarayonda yana Germaniya xalqini, Germaniya hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga diqqat e'tibor berishga, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi chetishda Xitoy amaldorlarini jinoiy javobgarligini surishtish uchun Germaniya hukumatining amaliy qadamlarni tashishni talab qildik. Shvetsiyada faoliyat qilayotgan Shvetsiya Uyg'ur birligining tashkillanishi bilan 9 dekabr kuni Stokgolmning Sergel Tori maydonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining e'tirof qilinganligining 4 yilligi xotirlangan. Mazkur faoliyatda Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtinur xonim Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqi ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini hozirgacha davom qilayotganligi haqida shved tilida nutq so'zlagan va namoyish jarayonida Xitoy tajovuzchilariga qarshi shuarlar tovlangan. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining o'rinlashtirishida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan Torontoda namoyish o'tkazilgan. Shveysariya Uyg'ur jamiyati va Shveysariyadagi xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti Voices'ning tashkillashida Syurix shahrida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik xotir kuni va 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan Roshan Abbos xonimning Hadamni izlash filmi ko'rsatilib, film oxirida Selina Morel xonim va qurultay Sayya komitetining mudiri Andili Qaraxalli apandilar tomoshabinlar bilan savol-javob shaklida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistonni tanishtirgan. Diesen Verein über 21 Jahre geleitet und hast versucht, den Kampf der Uiguren in der Schweiz, in die Politik, in die Öffentlichkeit, in die Medien zu bringen und warst damit sehr erfolgreich. Gollandiya va Belgiyadagi qurultay vakillari va rahbarlarining qatnashishida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining e'tirof qilinganligining 4 yillik munosabati bilan suhbat programmasi o'tkazilgan. Assalomu alaykum, muajiratga barcha aziz qarindoshlar. Biz bugun 9 dekabr London Uyg'ur sudida Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirish va yetaklashida elib berilgan London Uyg'ur sudidagi 12 ayning 9 kuni chiqargan qarorni xotirlab, shu kuni bizning sobiq raisimiz Dolqin Aysa apandi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb ketganini xotirlab o'tadi. Bu yerda bizning Gollandiyaning Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakili, Belgiyaning Dunyo qurultiyi vakillari birlikda shu kunni xotirlash uchun bir suhbat faoliyati olib bordi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.